Assalomu alaykum qadrli Akfalimin kanali a'zolari, azizlar. Bugun sizlarga yana bir chiroyli video tayyorlab bermoqdamiz. Bugungi videomiz sizlarga juda ham kerakli bo'lgan deb umiddamiz. Bugun seximizda azizlar mana pashti bo'sh desak bo'ladi. Sababi hamma zakazlarimizni o'rnatib bo'ldik. Endi mana bu bugun kelgan plastik hamda alyumin zakazlarimizni sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Videomiz davomida juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shuning uchun ham Akfalimin kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, eng so'nggi narx-navolarni materialni mana shunday olib kelingandan, seximizda mana yasalayotgandan to olib borib o'rnatilishgacha bo'lgan jarayonni sizlarga ko'rsatib berib o'tamiz. Chunki deganda ko'pchilik asosiy klientlarimiz uzoqdan musofirda yuradi. Shuning uchun ham o'zlari uzoqdan turib bo'lsa ham ko'rib bilib borishlari uchun. Xuddi shunday sizlar ham zakaz qilsangiz, o'zlaringizda eshik romlaringiz qachon olib kelinyapti, qanday yasalyapti va qanday joylarga o'rnatilyapti, hammasini mana shu kanalimizdan ko'rib borishlaringiz mumkin. Demak, boshladik azizlar. Azizlar, demak ko'rib turgan profillarimiz hammasi azizlar Chesta Akfa'ning o'zini firmani mahsuloti azizlar. Akfa'ning o'zi bilan shartnoma qilib ishlaymiz azizlar. Faqat iminni Chesta Akfa'ning o'zidan qilib beramiz. Xohlasangiz, yana ham arzonroq firmalarim bor. Lekin sizlarga mana shu narsani tavsiya beramiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu pasta alyumin hamda va tepa qismida plastik profillarimiz. Bu zakazimiz Narpay tumaniga bo'ladi. Oq zakazimiz esa Samarqand shahrining o'ziga bo'ladi. Aytib o'tamiz, manzilimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida. Demak, alyumin profildan boshlaymiz azizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham baquvvat usulli profil, balkon profili hisoblanadi. Eshiklarni asosan hozir azizlar mana shu profildan yasayapmiz. Sizlarga 1 metr kvadrati bir qavat oynasi bilan 1 400 ming so'mga chiqsa, 2 qavat oynasi bilan 1 500 ming so'mga bir kvadrat tushadi. Svetlari zolotoy dub, antrasit, mokrosfalt svetlar mana bunday dub mokka svetlarda bor. Eng oxirgi hozirda urib bo'lgan shu mana shu antrasit svet bo'lgani uchun asosan shundan yasab beryapmiz. Agarda abishni 8 lik profildan bo'ladigan bo'lsa, eshiklarimiz 900 ming so'mdan bir qavat oynasi, 1 million so'mdan 2 qavat oynasi chiqadi. Oq svetlarimiz, oq Akfa alyumin profilimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. 1 metr kvadrat derazalarimiz azizlar 700 ming so'mdan, 2 qavat oynasi esa 800 ming so'mdan yasalyapti. Eshiklar bo'ladigan bo'lsa, 800 ming so'mdan bir qavati, 900 ming so'mdan 2 qavat yasalyapti. Juda ham mustahkam, qalin profil. Hammasi Akfa'ning o'zining profilida. Har qanday svetlardan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, kelishtirib yasab beraveramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham mustahkam. Balkon profilida ikkalasining farqini ko'rishlaringiz mumkin azizlar, yonma-yon turganda. Eniga ham, endi qalinligi ham ancha qalinlik keladi. Shuning uchun ham azizlar eshik zakaz qilayotgan bo'lsa, kim mustahkam eshik zakaz qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, balkon usulli profilda tavsiya beramiz. Shunga yarasha sifati ham, konsistensiyasi ham yaxshi bo'lib chiqadi. Plus azizlar oshmosh petlarni mana shu 12 liklarga naq 5 tadan 10 ta qo'yib beryapmiz. Bemalol 2 qavat oynalarni ham ko'tarib yaxshi xizmat qilib beradi va zamoklarni ham Akfa'ning o'zining katta ruchkalaridan qo'yib beramiz. Bu alyumin profillar edi azizlar. Sizlarga endi qisqacha yana plastik profildan ham ma'lumot berib Bu profilimiz Akfa Plast 7000 seriya Penta profil 5 kamerali azizlar. Qalinligi 7 sm bo'lgan profilimiz. Kamerali 1, 2, 3, 4, 5 kamerali. Bu kameralar nima uchun xizmat qiladi azizlar? Yozlikni issiqni o'tkazishga va qishlikni sovuqni o'tkazishga, masalan, to'sib qolishga qo'shadi. Chunki deganda har bir kamerani o'tkincha, boya aytib o'tgan yozlikda issig'imiz ham, qishki kundagi sovug'imiz ham kameralar oralag'ida qolib ketadi va bemalol o'rtacha temperaturani siz uyingizdagi haroratni ushlab yuradi. Ishlarga metallar hammasiga solinadi. Metallar azizlar samaringizni yo o'zlaringiz magnit bilan ko'rish, tekshirib olishingiz mumkin. Sveti antrasit, mokrosfalt svetda. Bugun yuklarimizni tushirdik. Ertalabdan xudo xolasa nasib qilib yuklarimizni kesib tayyorlab boshlaymiz. Akamiz ham spesialni siz uchun bu videoni tayyorlab bermoqdamiz. Chunki deganda zalog bergan, bizlarga pul bergan va o'zi Rossiyada uzoqda. Shuning uchun ham ko'rishi mumkin. Atayin shu narsani qilib beramiz. Ertaga yasalayotganda ham plastiklarimiz ichini, masalan, hammasi joy-joydan oynalarimiz paketiga dorilar solinyaptimi, yo'qmi, germetikalar surtilyaptimi, sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu daveriy uchun, chunki deganda hamma narsa ishonchga bog'liq. O'sha ishonchni to'liq oqlash uchun mana shu videolarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Mana shunday kerakli ma'lumotlarni va kerakli videolarni sizlarga iloji boricha ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, sizlardan eng so'raladigan narsa mana shu. Akfalimin kanalida doimiy mana shunday obunachalarimizga azizlar
skidka chegirmalari bor albatta. Bemalol olqich ko'rasiz. Nomerimizda imo, Telegram, WhatsApp bor. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Xudo xolasa ertadan yana mana shu deraza romlarimizni yasalayotgan jarayondan sizga video lavha tayyorlab beramiz. Kanaldan obuna bo'lib qo'yingizlar va uzoqlashmangizlar. Hammaga sog'lik.